Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi birinchi qora tanli prezident bu Barak Obama edi. Lekin bundan bir asr oldin yashagan bir inson Barak Obamaning taqdirini va qora tanlilar taqdirini abadiy o'zgartirgan edi. Uning prezidentlik davrida Amerika tarixida fuqarolar urushi bo'lib o'tgan. Bu fuqarolar urushining asosiy sababchisi hisoblangan Shimoliy shtatlar va Janubiy shtatlar edi. Shimoliy shtatlar sanoatni rivojlantirish tarafdori edi, Janubiy shtatlar esa qulchilikni saqlab qolish va mamlakatda yoyish tarafdori edi. Va bu urushda Shimol g'alaba qozondi. Bu g'alabaga bugungi bizning qahramonimiz hisoblangan Avram Linkoln va xalqning qo'llab-quvvatlovi sabab bo'ldi. Va urushning so'ngida esa Amerikada qulchilik bekor qilindi. Bu g'oyaning natijasida 2008-yilda Barak Husayn Obama qora tanlilardan birinchi bo'lib Amerikada prezident bo'ldi. Agarda Avram Linkoln qora tanlilarni qul qilishni bekor qilmaganda, hozirgi qora tanlilarning hayoti orzu bo'lib qolardi.